Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakat. Barli qarindoshlar, men Shavkat Ro'zi, G'ulja Do'ngmala 7-xon 114-qorada cho'ng'ilgan. Men 2001 Qozog'istonga tijorat bilan chiqib, ma'lum bir sabablar bilan Turkiyaga kelib qolgan. Turkiyada kichik olsun, cho'ng olsun tijoratlarni o'zimizdan kuchimiz yetish tijoratini qilib, vatandagi do'st birodar, ota-onalarimiz, urug'-tuqqanlar bilan bemalol ko'rishib kelgan. 2012-yili oxirigacha urug'-tuqqanlar bilan qarindoshlarimlar bilan ko'rishib, nihoyat samimiy paranglashib kelayotdik. 2013 kelganda bularninki hammasi mendan qochdi. Keyin opamga telefon qilib bu jarayonni so'rsam, Xitoy hukumati bizning uyga kelib, urug'-tuqqanlardan va shu qarindoshlarimdan terroristlar bilan ko'rishganliginglar uchun shu dilekchiga, shu yozmaga qo'l qo'yib berishni umid qilib ekan. Shuningdek bular qo'rqqandan Xitoy kommunistlaridan shu dilekchiga qo'lni qo'yib, meni bilan aloqasini uzganligini aytganini onamdan olgan. Onamning ismi O'rnisa. Shuningdek men bemalol ota-onam bilan ko'rishamedim. Da 2013 bugungi qadar ular hayotmi, o'likmi, bu qarindoshlarimning keyin anlasam oilaklari va to'y qilib balchaqliqqa bo'lib ketdi. Bular bilan hech qaysi bilan ta bugungacha paranglashib boqmadim va ko'rishamedim. Bularning hayotligini texim bilmayman. Şu an bu Xitoy kommunistlarininki butun dunyodagi millatlarning shu janvarda o'tkaziladigan 6-yillar janvarda o'tkaziladigan shu cho'ng namoyish qilgan shu videoni evet deb inglizchaga tarjim qilib, shu Uyg'urlarning bir kishilik huquqini va Xitoy kommunistlarining vatanimiz Sharq Turkistondan chiqib ketishini to'liq inglizchaga tarjim qilishini umid qilaman. Xitoy hukumati biz Uyg'urlarni hayvondan mubatta zo'rliq zulmlarni ko'rsatib, turmalarga solab, men kampdan demayman. Kampda turayotgan, mayli tonish olsun, mayli tonimaydiganlar bo'lsin, butun ota-ona, urug'-tuqqanlar bo'lsin, mayli tonimaydigan qarindoshlarimiz bo'lsin, hammasi bizning qarindoshlarimiz, ota-onalarimiz, ularning erkinligini qo'yib berish kerak. Xitoy hukumatiniki Sharq Turkiston diyardan komplet chiqib ketish kerak. Mening hozir shu guvohlikni berishdagi sababim shu Uyg'ur millatiniki bir hurlik bilan o'zining davlatini qurishni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakat.